Bugün Oznaqada yoqdoshimiz Rushad Islamov istalligina voleybol yarışlari o'tdi. Shatirtov Arena sport kompleksida o'zgan yarışlarni ochish tantanasida rayon boshlig'i Marcel Shaydulin, Rushadning ati-anisi, yaqinlari, do'stlarida qatnashdi. O'zimizning yigitimiz, sportsmenimiz, shin patriotimiz istalligina Islamov Rushad istalligina 3-martaba voleybol bo'yicha turnirga jiyildik. Mana ochib jiberdik. 9 komanda qatnaша bugungi kunda. Ol shunaqta shin patrioты bizning shaharimizning, rayonimizning shin shunday sportsmeni butun yarışlarda da qatnaша edi. Butun sport turi bo'yicha har vaqt endi rayonimiz uchun qatnaша edi. Tirishib shu sport bilan shug'ullanaylik, voleybolda, lыжада, futbolda, qolgan turlar bo'yicha da endi Alkay yigiti bizning shunday yigitimiz istalligina bugun motor turnir o'tkazamiz. Shunab da o'qishlarga da yordam etaylik, turnirlarda qatnaша edi. Men xatirlayman, o'zimizning basseynimizda 5 kishini qutqardi va bolalarni qutqardi. Shunda spasатель bo'lib tashladi. O'zimizning neftchi bitimda ishtiroklarda ishlaydi. Har vaqt o'zimizning rayonin donin yoqlaydi. Respublika ko'lamida chempion da bo'lgani bo'ldi, prizor da bo'lgani bo'ldi. Shulay любой vaqtda kishiga yordam etishiga tirishdi. Uning ati-analarida shunday bizning yetakchilarimiz Alloh bilan zo'r rahmat, shunday shin patriot, shunday sportsmen yigit o'stirganlari uchun shunday bu bizning uchun o'rnak bo'lib turadi, yoshlarimiz uchun o'rnak bo'lib turadi. Zaten belki şahlanıp sportga tortildi. 5-6 klasdan o'qiganda boksga yuriy boshladi. Unda Oznaqaga Krikelinskiy борьбаga yuriy boshladi. Boksga yuriy. O'qigandan so'ng armiya saflarına sportlarda qatnashdi. Biatlon, hokkey, futbol, voleybol, lыжи, кросс, марафон, сельский спартакиада республикасында qatnashdi. O spартакиадаlarda Mas'uliyatda birinchi o'rin bizning otaklı voleybolist idi. Bütün turnirlarda, bozonlarda da qatnashdi. Oğlumning yarı diletiminde sportsmeni idi. Bütün türlü sporttan da qatnashadi. Toyaq tortudan ikinci o'rin olgan rayonda, mana shu voleybolda, hokkeyda, bütün sportakiyada endi bütün türlü o'yinlarda qatnashadi. Шуңа күрә инде менә без аны хөрмәт итеп бүген килдек. Һәм инде кем көчле команда, шуларга җиңү булса ярар иде инде. Рушадны закон ел белән, Рушад белән бик дус идек. Армия хезмәтләрендә бергә сөрүчеләр, армияда бергә дус булып яшәдек. Аралаштык. Һәр вакытта шулай дус идек. Һәр вакытта bir-birimizga qo'shib, og'ir vaqtda da, ko'ngilli vaqtda da har vaqt birga Rushad bilan birga соревнованияларga yurdik. Ovulda yashagach, bu da menda ish kelib chiqqanda da har birimizga bir-birimizga qo'shib yashadik. Rushadning ati-anasiga zo'r rahmat aytamiz. Shunday malay o'stirgan har vaqt har vaqt Yosh sportchi istalligina o'ldirilgan 3-turnirda bu 9 komanda qatnashdi. Ular Shatirtov Arena sport kompleksi, texnikum ham 6-maktab zallarida o'ynadilar.